Ali bobo uzoq zamonlar ilgari yashagan kambag'al yog'och kesuvchi edi. U baland tog'lar etagida joylashgan kichik qishloqda o'zining soddaligi va mehnatkashligi bilan tanilgan. Har kuni erta tongda u o'rmonga borar, daraxtlar kesar va eshakka ortib bozorda sotar edi. Bir kuni u o'rmonda yurib, uzoqdan chang bosib kelayotgan katta guruh otlilarni ko'rdi. U daraxt ortiga yashirinib, ularni kuzata boshladi. Otlilar bir baland qoyaning oldiga kelib to'xtadilar. Ularning sardori baland ovozda "Ochil, simob eshigi!" dedi. Og'ir tosh qimirlay boshladi va g'or eshigi ochildi. Otlilar ichkariga kirib ketishdi. Ali bobo hayron qoldi va ularni kuzatdi. Bir necha soatdan so'ng otlilar yana chiqib, "Yopil simob eshigi!" deb toshni yopib, yo'qolib ketishdi. Ali bobo ehtiyotkorlik bilan tosh oldiga kelib, "Ochil, simob eshigi!" deb aytdi. Tosh ochildi va ichkarida oltinlar, kumushlar va qimmatbaho toshlar bilan to'la xazina ko'rindi. Ali bobo o'z xaltasini oltin tangalarga to'ldirib uyga qaytdi. Uyda xotini Xursandoy unga nima bo'lganini so'radi va Ali bobo sirni unga aytib berdi. Ular boyib ketishdi, lekin Ali boboning akasi Qosim ham boylikdan xabar topib o'rmonga bordi. Qosim g'orga kirib xazinani ko'rdi, lekin eshikni yopish so'zini unutib qoldi. Qaroqchilar qaytib kelib Qosimni tutib olishdi va uni jazolashdi. Ali bobo akasining jasadini olib ketdi va uni odatdagidek dafn etdi. Qaroqchilar kim ularning g'orini ochib ketganini aniqlash uchun shahar bozoriga kelishdi. Ular Ali boboning uyini aniqlash uchun hiyla ishlatishdi, lekin xizmatkor qiz Marjona aqlli harakat qilib, g'orni topishga harakat qilgan qaroqchini yo'q qildi. Qaroqchilar bir nechta marta Ali boboning uyiga kirishga urinib, muvaffaqiyatsizlikka uchrashdi. Oxirgi urinishda ularning sardori yog'och kesuvchi sifatida Ali boboning uyiga kirib, uni o'ldirishga urindi. Ammo Marjona yana donolik bilan uni aldab, uni ham yo'q qildi. Ali bobo Marjonaning jasoratini qadrlab, uni ozod qildi va keyinchalik o'z oilasining bir qismiga aylantirdi. Ali bobo endi boy edi, lekin doimo ehtiyotkor va donolik bilan yashadi. U hech qachon xazina haqidagi sirni boshqalarga aytmadi va qolgan umrini halol mehnat va saxovat bilan o'tkazdi. Shundan keyin Ali bobo Marjona bilan doimiy ravishda maslahatlashib ish yuritdi. U har safar o'rmonga borib, ozgina boylik olib kelar, qolganini g'orda qoldirardi. Shahar ahli Ali boboning birdaniga boyib ketganiga ajablanar, ammo hech kim hech narsadan shubhalanmasdi. Kunlar o'tdi, Ali bobo o'g'liga ham g'or haqida aytib, unga qanday ehtiyotkor bo'lishni o'rgatdi. O'g'li mehribon, aqlli va halol bola edi. U ham boylikka oshiqmasdi. Ular birgalikda halol savdo qilib, ko'plab bechoralarga yordam berishar, qishloqdagi yetim yesirlarni unutmasdilar. Yillar o'tdi, Ali bobo hurmatli inson bo'lib qoldi. Uning qishloqida hech kim och qolmas. Har kim yordam so'rasa, Ali bobo eshigini ochiq tutardi. Marjona ham hurmatli bo'lib, ayollar va bolalar unga mehr bilan qarardi. Shu tariqa Ali bobo va uning oilasi uzoq va baxtli umr kechirishdi. Ali boboning donoligi, Marjonaning jasorati va o'g'lining mehribonligi haqida qishloqda afsonalar tarqaldi. Bu voqea avloddan avlodga, bolalardan nabiralarga so'zlab kelinadigan ertakka aylandi.
Shunday qilib, Ali boboning ibratli hayoti ko'plab odamlarga yaxshilik yo'lini ko'rsatdi. Naql tugadi, lekin undagi hikmat unutilmadi.